Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Hormuz bo'g'ozi ochilganligini e'lon qildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Livandagi o't ochishni to'xtatish kelishuviga asosan Hormuz barcha savdo kemalari uchun ochiq deb e'lon qilinadi. Kelishuv amal qiladigan muddat davomida kemalar Eron dengiz tashkiloti tomonidan belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlanishi mumkin, dedi Aroqchi. Ma'lumot o'rnida Isroil va Livan o'rtasida 16 aprel kuni 10 kunlik o't ochishni to'xtatish to'g'risida kelishuv imzolangan. Eronning Hormuz bo'g'ozi orqali o'tuvchi kemalar uchun qo'ygan shartlari: kemalar tijorat maqsadida bo'lishi kerak va harbiy kemalar taqiqlangan. Na kemalar, na ularning yuklari dushman davlatlar bilan bog'liq bo'lmasligi kerak. Kemalar Eron tomonidan belgilangan yo'nalishlardan o'tishi kerak. Kemalarning o'tish uchun mas'ul bo'lgan Eron kuchlari bilan muvofiqlashtirilgan bo'lishi kerak. Tramp esa Hormuz bo'g'ozi ochilgani munosabati bilan ularga minnatdorchilik bildirdi. Eron Hormuz bo'g'ozi Isroil va Livan o'rtasidagi tinchlik kelishuv jarayoni davomida barcha tijoriy kemalar uchun to'liq ochilishini e'lon qildi. Bu haqda 17 aprel kuni mamlakat tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp ham ijtimoiy tarmoqdagi bayonotida Eronning bu qarorini olqishlab, Hormuz bo'g'ozi ochilgani uchun minnatdorchilik bildirgan. U o'z postida bo'g'oz nomini Eron bo'g'ozi deya noto'g'ri yozgan. Isroil askarlari yegulik ilinjida chopayotgan falastinliklarni o'qqa tutdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. G'azo urushi paytida isroillik askarlar bir parcha yegulik ilinjida chopayotgan minglab och qolgan g'azoliklarga qarata o't ochgani aks etgan kadrlarni tarqatdi. Tramp Eronni muzokaralarga qaytarishning yagona yo'lini aytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan urushni tezroq tugatishni xohlashini bildirdi. Bu haqda rasmiy manbalarga tayanib VCJ xabar berdi. Trampning so'zlariga ko'ra, Tehronni muzokaralar stoliga qaytarishning yagona yo'li bosimni yanada kuchaytirishdir. Avvalroq Niderlandiya hukumati AQShning Eron portlarini blokada qilish rejasini qo'llab-quvvatlashdan bosh tortgan edi. Bosh vazir Rob Yetten Yevropa davlatlari Hormuz bo'g'ozi xavfsizligini ta'minlash uchun xalqaro koalitsiya tuzishi mumkinligi, ammo bu faqat janglar tugagandan keyin amalga oshishini aytgan. Shunga qaramay, AQSh tomonidan va'da qilingan blokadada ishtirok etuvchi davlatlar ro'yxati haligacha taqdim etilmagan. Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt esa AQSh bilan bu operatsiyani boshqa davlatlar yordamsiz va muvaffaqiyatli amalga oshirayotganini ta'kidlagan. Erondan boyitilgan uranni topshirish va uni boyitishni kamida 20 yilga to'xtatish majburiyatini talab qilmoqda. Tehron esa 5 yillik muddatni taklif qilib, uran mamlakat ichida qolishini istamoqda. Ayrim tahlilchilarning fikriga ko'ra, iqtisodiy bosim natija berishi uchun oylar kerak bo'lishi mumkin, biroq Tramp ma'muriyati Eron yaqin orada kelishuvga tayyor bo'ladi deb hisoblamoqda. Shu bilan birga Eron prezidenti Masud Pezeshkian AQShning tahdid va bosimiga asoslangan siyosati vaziyatni faqat yomonlashtirishini aytgan. Uning ta'kidlashicha, Tehron faqatgina Eron haqqi huquqlari himoya qilingan taqdirdagina muzokaralarni davom ettiradi.